Assalomu alaykum, hurmatli bozor obunachilarga. Mana sizlarga kecha bo'g'ozlikda videoga oldik akalar. Mana bugun xudoning bergani bitta tug'di. Eston xonasining qizil ola. Mana bu bakiga necha baho qo'yasizlar akalar? Dadamni uni qo'yib bemalol chiqarasizlar. Mana yosh bola olyapti deb qo'rqib chiqmanglar. Bemalol bog'lanib aloqa chiqaveringlar akalar. Dadam bitkizadi, men bitkizmayman, dadam bitkizadi. Video olib bakiga necha baho akalar? Bakiga e'tibor beringlar akalar, bolasiga ham e'tibor beringlar. Molni holatiga ham. Akalar, mabodoga kelishib qolsa, ishchiqlarni qaytarib, keyin olib borib beramiz. Mazza qilib stolchani qo'yib olib, chapon tanlamasdan keyin sog'averasizlar akalar. Mazza qilib chapon tanlamas ekan. O'zimiz sog'ib ko'rdik hozir. Ishiqlarni mabodoga kelishib qolsak, ishiqlarni qaytarib chiroyli qilib olib beramiz. Bakiga e'tibor bering akalar. Tars sotamiz akalar, aloqa chiqarasiz.